Assalomu alaykum, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan murojaat bilan chiqyapmiz. Murojaatimiz mana Allohning uyini oldidan o'tadigan, masjidning oldidan o'tadigan yo'lni band qilib qo'yibdi. Bir oydan beri remont deb meni xalq qiynayapti. Biz bir necha bor tuman hokimiga murojaat qildik, lekin murojaatimizni hech kim eshitmayapti. Sizdan iltimos, Qashqadaryoga bir tashrif buyursangizda, bizda viloyat hokimi Murodjon Azimov va Bekzod Suyunovlarni qanday ish qilayotgan, nima qilayotganlarini bir ko'rib xolisona baho bersangiz. Xalq qiynalib ketdi mana bu yo'ldan. Og'ir kasallar bor, homiladorlar bor. Pastda bir 10 kilometr joydan aylanib kelishadi. Xalqni ham o'ylangizlar. Kelgan mana yuborgan odamlaringiz faqat Stalovoydan chiqmaydi. Sizni borib quruq gap bilan aldaydi. Iltimos, hurmatli Miromon Mirziyoyev, sizdan iltimos, Shavkat aka, mana bizga o'xshagan nogironlar chiqayapti. Shuni e'tiborga olib, xolisona hokimlarga nisbatan ish ko'rishingizni so'raymiz. Oldindan rahmat.